laparoskopik o't qopini olish amaliyoti endi oddiy usuldan qanday afzalliklari bor, qanday kamchiliklari bor, qachon laparoskopik holatda o't qopini olish mumkin, qachon oddiy usulda qorin devorini, mushaklarini kesib operatsiya qilish mumkin. Bular haqida yanagi keyingi mavzularimizda batafsil tushuntirishlar olib boraman. Endi mana shu laparoskopik yoki endoskopik usul bilan davolashni yana boshqa a'zolarda ham qo'llash mumkin. Ya'ni jarrohlik yo'nalishida bir nechta operatsiyalar bo'ladi. Bundan tashqari urologiya, mana meditsinani, tibbiyotni yana bir bo'limi urologiya bo'limi bor. Urologiya bo'limida prostata bezi, mana hozir juda ham keng tarqalgan prostata bezi adenomasi, mana shu amaliyotlar, bundan tashqari buyrakda bo'ladigan ko'pgina kasalliklar, bularni ham endoskopik yoki endourologik usullar bilan operatsiyalar qilish mumkin. Keyingi yo'nalishda ginekologiya, mana ayollarimizda bo'ladigan har xil kasalliklar yo'nalishida ginekologik operatsiyalarni o'tkazish mumkin. Undan tashqari keyingi yo'nalish ko'krak qafasi a'zolari, ya'ni o'pkada, plevra bo'shlig'ida bo'ladigan o'zgarishlar, kistalar, boshqa yana operatsiyalarni. Keyingi yo'nalishimiz travmatologiya sohasida. Travmatologiyada ham o'ziga yarasha tekshirish usullari va operatsiyalar. Travmatologiyadagi operatsiyalarni, zamonaviy operatsiyalarni artroskop degan jihozimiz bor, tibbiy jihoz. Artroskop yordamida artroskopiya va amaliyotlarni qilish mumkin. Keyingi yo'nalishimiz mana kardiologiya, yurak operatsiyalari. Hozir juda ham keng tarqalgan yurakni stentlash operatsiyalari, koronarografiya tekshiruv usullari, yurak klapanlari bo'yicha operatsiyalar, shunaqa sohalar, shu holatlar bo'yicha yanagi mavzularimizda har bitta yo'nalishga alohida to'xtalib, har bitta soha bo'yicha qachon operatsiyalar qilish mumkin, qachon operatsiyalar bu usulda qilish mumkin emas, uning afzalliklari qanday, kamchiliklari qanday, shular mavzusida har bir mavzuda yarim soatlik, 40 minutlik juda ham xalq tushunadigan, lo'nda va sodda qilib tushuntirishlar olib boraman. Keyingi soha mana lor mutaxassisimiz bor. Quloq, burun, tomoq kasalliklari bo'yicha mutaxassisimiz. Mana shu lor operatsiyalari ham endoskopik usullarda amalga oshirilyapti. Bu Toshkent shahrida qo'llanilyapti, Bekobod shahrida qo'llaniladi, mana Zafarda ham qo'llaniladi va shunga yarasha tekshiruv usullari mavjud. Keyingi sohamiz neyroxirurgiya sohamiz bor. Ya'ni neyroxirurgiyada bosh miya, orqa miya operatsiyalari, bel umurtqalari, grija operatsiyalari, bo'yin umurtqalaridagi grijalar, bular ham endoskopik yo'llar bilan operatsiyalar qilinadi. Endokrinologiya sohamiz bor, mana buqoq bezlari, qalqonsimon bezdagi o'zgarishlar, qorin bo'shlig'idagi oshqozon osti bezidagi o'zgarishlar, bular ham zamonaviy tibbiyotda hozirgi vaqtda endoskopik
yo'llar bilan tekshirilyapti, operatsiyalar qilinyapti va shunga yarasha zaruriy holatlarda o'sha a'zolardan biopsiya, ya'ni kichkina bir a'zoni to'qimasini olib, uni gistologik tekshiruvlarga yuboriladi, jo'natiladi. Shunday holatlarda diagnostika maqsadida, ya'ni tashxisni aniq qo'yish maqsadida, biopsiya olish maqsadida ham endoskopik usulda kichkina operatsiyalar o'tkaziladi. Keyingi sohamiz ko'z kasalliklari bo'yicha, xalq tilida mana lazerda qildirdim deydi. Lazerda o'zi nima? Lazer haqida tushuntirishlar olib boramiz. Keyingi kasalliklar, keyingi yo'nalishlar bo'yicha yana xalq tilida juda ham sodda, tushunarli qilib xalqimizga, aholimizga mana shu operatsiyalarni afzalliklari, kamchiliklari, qachon endoskopik yo'l bilan qilamiz, qachon oddiy jarrohlik yo'li bilan qilamiz, ularni bir-biridan farqlarini tushuntirib yetkazib boraman.